Ko'pchilik buni bilmaydi. Ba'zida Rafinha bizga xavfli, ya'ni yomon xarakterli futbolchiga o'xshab ko'rinadi. Bunday bo'lishiga asl sabab nima? Videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Rafinha shunday degan: "Yoshligimda mamlakatimdagi har bir akademiya meni rad etgan. 7 yoshga to'lganimda oilamni boqish uchun Varsiyada o'ynashdan boshqa ilojim qolmagan." Varsiya bu oddiy turnir emas. U mafiyaning eng xavfli hududlarida havaskorlar o'rtasida o'tkaziladigan norasmiy futbol turniridir. Rafinha buni shunday tasvirlagan: "Bu o'yinda yutqazsang, o'zingni ham yo'qotishing mumkin. Atrofing mafiya a'zolari bilan to'la. Ular miltiq ishlatishdan aslo tortinmaydi." Bu qo'rquv uni oldinga intilishga, hayotni saqlab qolishga va oilasiga yordam berishga undagan. Yakunda 19 yoshda Braziliyaning 2-divizion jamoasi uni shartnoma asosida qo'shib olgan. Keyin esa Rafinha Varsiya haqida shunday degan: "Agar sen Varsiyada o'ynagan bo'lsang, boshqa joyda bosim his qilmaysan." Albatta bu futbolchi haqiqatdan ham boshqacha. Futboldagi barcha klubga kerakli futbolchi va albatta hurmatga loyiq. Agar Rafinha muxlislari bo'lsa, videomizga like bosib keting.